Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bugun yaxshi xabarni uqdim. Qarasuv bozori mamlakatga menchikka o'tadi ekan deb. Men o'z Qarasuvlikman. Bozor ko'p parchalik. Balalik kezim shu bozorga байланышты desem жаңылышпаймын. Анткени Qirg'izistonda eng cho'ng bozor Qarasuv bozori. Anda do'y, sorda hech narsa yo'q edi. Anan aptarchi degan tushunuk bor edi. Aptarchi degan bu bo'lgan narsani tizib olib turib sadatli. Qolgan narsa bor layaqda. O'shaning uchun do'konda yo'q narsani biz bozordan olishlik. Ana baldar bo'lib bozorga ko'p borchilik. Emi o klass tashmatasi bozor komli Hüseyinov Turatali deb shuni ati qo'yilgan hozirgi bozorga. Bu bozor birinchi O'zbekistonning chekdesh yerdilar. Sharxansay degan kanal o'tadi. Sharxansay Kempirovatdan chiqadi. O'shaning jeginde Qarasuvning bozorilar. Bu joqdan Qirg'iziston taraf savdo qiladilar, hal joqdan O'zbekiston taraf o'tadilar. Biroq 91-yili Esir urag'andan keyin Qarasuv bozori ishlamay qoldi. Antkeni O'zbekistonning chegara jolib qoldi. O'shundan Qirg'izistondan ikkinchidan bo'lsa kontrabandani yo'q qilib, Qirg'izistonning ish yog'ini ko'chirishgan bu saroy ayol hukumatining yerine. O'shandan beri o'shul bozor ishlayotganlar. Biroq ani talashib, doimo ayaqda janjal, mushtash, sot ishlar bo'lchilar. Meni boshimga tiqqan harakat qildi. Men aytdim, yo'q, men girishmayman dedim. Antkeni shu Qarasuvdan chiqqan belgili odamlardan menimcha Mendeliz bozorida o'rin yo'q, konteyner yo'q. Qalan barında bor. Juniga ishlayotgan odamlardan go'ylarni o'quvchilar men bozorda jana prezidentlik parlament shaylida встреча qilayotgan o'quvchilar. Altona o'tadi, bultona o'tadi, bozor aqsini ko'tarib berdi, konteyner aqsini ko'tarib berdi deb doim norozilik tug'dirib жүрчүлөрдү al bozor. Buna emi Qamchiq tashrifini rahmat aytqim keladi. Eng yaxshi ish bo'ldi. Men Qarasuv qilgan qatorida aytib o'tam. Yaxshi bo'ldi. Emi Xudoy bersa o'zing aytganday üstü javuq bozor bo'lib qolsa, ag'achen mol ishlayotgan odamlarning huquqi qo'rg'alib, ular sodasi to'xtab olsa, andan keyin shu kriteriyaning bitgandan keyin o'shalarga berilsa, ana bizkilar hayotda ishlayotganlar yaxshi desa ekan deb niyatlanib turam. Atak Qarasuv bozori mamlakat menchik bo'lgan eng to'g'ri ish. Emi Xudoy bersa shu prezidentga UKMK төрағасына Alloh taolo kuch-quvvat bersin. Qirg'izistonda büt bozorlar mamlakat menchikda bo'lishi kerak. Yer mamlakatniki. Bir chiqim getirib ayla üstüne şlagbaum qo'yib olib, to'sib olib, savdo qilishib o'tadi, qanday bo'lishi kerak emas. Yer eldiki, значит bozorda eldiki bo'lishi kerak.